qarorlarni qonunni yozayotganda bunday pastga qishloq joylarga tushib ko'rish kerakda, real holat qanaqa. Ko'pchilik tarmoq orqali ko'rgandir. O'sha avtomobillarga yoqilib quyish shoxobchasida borib 10 litr benzin olganman, lekin naqd pulda qabul qilish rad qilindi. O'sha shoxobcha tomonidan men e'tiroz qildim. Demak, ular prezident farmoni borligi, bunga asosan faqat naqd pulda qabul qilamiz deb turib oldi. Men o'z o'rnimda demak, konstitutsiya va qonunda naqd pul to'lash huquqi kafolatlanganligini aytdim. Muammo shundan kelib chiqdi. Oyoq ishga naqd pul to'la olmay chiqib ketdim. Ular taklif qilishdi. Bankomat orqali, infokiosk orqali kartaga tashab foiz olib qolar ekan, keyin to'lov qilishdi. Men rad qildim. Nimaga o'zim O'zbekistonning Markaziy banki tasdiqlagan qonuniy to'lov vositasi bo'lgan qog'oz pul, tan olingan pul nimaga qabul qilinmaydi u? Hozir chet joylarda, qishloq joylarda ayniqsa eshityapmiz, o'sha to'lov qilishda zapravkalarga 5% dan ba'zi joylarda 10% gacha xizmat haqi olishyapti. Ya'ni odamlar yo'qotyapti-da. Oddiy aytganda bu harakatlar mamlakatning kambag'al qatlamini cho'ntagiga uryapti, ya'ni. Zo'rg'a tirikchilik qilib yurgan odamlarni cho'ntagiga zarba bo'lyapti. Nima uchun? Bu yerda davlatning hurmati qani? Valyutani hurmati qani? Mayli onlayn to'lovga o'tish kerakdir, lekin u degan fuqarolardagi bo'lgan naqd pul to'lash huquqi, qonun va konstitutsiyadagi huquq yo'q bo'lib qolishi kerak emas-ku. Qonun ustuvorligi nuqtai nazaridan, mamlakat obro'si nuqtai nazaridan men aytdimki, bu holatda demak keyinchalik sud orqali oydinlik kiritamiz va bugun demak suddan so'raganimiz mana shu naqd pul to'lovini rad qilinishi noqonuniy deb topish va o'sha shoxobcha mendan naqd pulni qabul qilib olishini so'rayapman. Undan tashqari menga o'sha yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 so'm miqdorida ramziy zarar miqdori so'rayapman. Bu o'z-o'zidan bu 1 so'm ishlasani hal qilmaydi deyilishi mumkindir. Bu yerda nima deydi? Qanaqadir katta miqdorda pul olish niyati yo'q, shunchaki mana shu naqd pulni rad qilinishi bu noqonuniy ekanligini prinsipial ravishda ko'rsatish ma'nosida so'radik biz. Endi bugun javobgar vakili kelmaganligi sababli sud kelgusi hafta seshanba kuniga qoldirildi. Qonun va konstitutsiya ustuvor bo'ladigan bo'lsa, meni talablarim to'liq qanoatlantirish kerak va qonuniy deb hisoblayman. Bu mening fikrim. O'zbekistonda o'sha normativ huquqiy hujjatlari ketma-ketligi bo'yicha konstitutsiya va qonun eng yuqori kuchga ega. Biror bir hujjat unga zid kelsa yoki unga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham qonundagi kafolatli ishlashi kerak. Bu qonunda yozib qo'yilgan. Va biz qonundagi kafolatdan kelib chiqib murojaat qilyapmiz.